6 kunlik rezultat. Chiqdi. Yoqdimi sizga? Zo'r chiqdi, rahmat. 6 kunda Sheyingizni shunchalik qarang. bo'ldi. 1 yilga lunj sohalaringiz bartaraf bo'lgan. Sheyini ikki yon tomon platizma plastika bo'lgan. Shunaqa bo'ladi deb kutgandingizmi? Yo'q, juda qiyin narsa deb o'yladim. Yo'q, hammasi yaxshi, zo'r chiqdi. Hali minimal darajada ishlar bor. Xudo xolasa yana 15 bir oyda yana rezultat ma'lum bo'ladi. Xudo xolasa nasib etsa. Yaxshi, Instagramdan qidirib keldim. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Mana 6 kun oldin hurmatli professor ustozimiz Inas Almashodovich boshchiligida kompleksli amaliyotimiz, ya'ni bitta общий narkoz ostida rinaseptoplastika amaliyotimiz, keyin space platizma plastika amaliyotimiz o'tkazganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin natijamizni 6 kunlik rezultat. Albatta minimal darajada shishlar bor. Bemorimizda mana ko'rishingiz mumkin rinaseptoplastika bo'lgan. Xudo xolasa yana bir haftadan keyin striplarni olamiz. Space lifting amaliyotini o'tkazganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin natijani. Brilya, lunj sohalari yon tomonga bartaraf qilib berganmiz, yonoq sohalarini shakllantirib berganmiz, yonoq dugasini chiqartirganmiz. Mana sheyani ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Ikkita lateral sohasini yon tomonga tortib, platizma plastika amaliyotini o'tkazib berganmiz mana. Bu tomondan ko'rishingiz mumkin. Albatta qizarishlar, shishlar bor. Ko'p opa-singillarimiz savol berishadi, kesma joyini ko'rishingiz mumkin. Kesma joyini ko'ring. Yangi metallический choklar qo'yganmiz. Buni mohiyati ikkita metallический chokni tagidan ikkita kojani bir xil qilib, ravnomerni qilib, chiroyli qilib olib ketirib, yallig'lantirmasdan bitkazadi. Mana ko'rishingiz mumkin, даже bitta korочка ham yo'q, juda ham ajoyib darajada bityapti. Jarohat joyi kozilok anatomiya saqlangan, mochka anatomiya saqlangan. Bu tomonni mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Mana azobnachilar. Mochkani ko'rishingiz mumkin, kozilogni. Bemorimiz 54 yoshdalar. Opajon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Og'riqlar bormi? Yo'q, lekin og'riq. Shunaqa rezultat bo'ladi deb kutgandingizmi? Yo'q, unaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Biz Instagramdan izlab keldim, Abdullashodovishda. Rahmat, juda zo'r joy. Kadrlar ham juda ham malakali. Albatta. Toza, chiroyli. Hamshiralar ham juda ham chiroyli muomala qilishar ekan. Hamma narsa zo'r. Hammaga rahmat. Aziz obunachilar, bu kompleksli amaliyot bu kishiga bo'lgan. Hurmatli professor Almashodovich boshchiligida Ahror Alimovich, Doniyor Ulug'bekovich komanda bo'lib ishlaganmiz. Mana baho berishingiz mumkin rezultatiga avvalambor. Xudo xolasa yana 15 kundan keyin, 1 oydan keyin rezultatni qo'yib boramiz. Hali bu birlamchi rezultat. Kuzatishdan charchamang, reaksiya qoldiring. Hammaga rahmat.